Bolaligingizdagi birinchi muhabbatingiz hozir nechta bolasi bor? Nechta nevarasi bor? Qayerdan topasiz bu savollar? Sirlar ochilib ketib qoladi-yu. 5 ta bolasi bor, 12 ta nevarasi bor. Nimaga aniq bilaman bu? Kuzatib yuraman-da. O'g'lim qishloqqa borgan ekan, xolasi ko'rsatibdi. Ana shu xolangni birinchi muhabbati bo'ladi dadangni deb ko'rsatgan ekan. O'g'lim kelib, "Dada, dedingizga besh ketmadim" dedi. Nega? Dedi, "Semiz xotin ekan" dedi. Chiroyli ham emas dedi. Endi ayasi bilan taqqoslaydi. Keyin chiroyli ham emas xoniga. O'g'lim ko'ziga qaradingmi? Ko'ziga. Prosta ko'zda nima qilibdi? Ana shu